Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz mavzusi boshlang'ich sinf tabiiy fanlar va matematika darslarida fanlararo vertikal bog'lanish. Rejalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi rejamiz fanlararo vertikal bog'lanish, ikkinchi reja matematika va tabiiy fanlar darslarida fanlararo vertikal bog'lanish, uchinchi reja fanlararo bog'lanishning afzalliklari. Boshlang'ich sinflar tabiiy fanlar va matematika darslarida fanlararo vertikal bog'lanish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va turli fanlar o'rtasida mantiqiy aloqalarni tushunishlariga yordam beradi. Bu bog'lanish orqali mavzular bir-birini to'ldirib boradi va o'quvchilar olgan bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Fanlararo vertikal bog'lanish tushunchasi. Vertikal bog'lanish o'quvchilarning bir sinfdan ikkinchi sinfga o'tishida olingan bilimlarning izchil va mantiqiy tarzda rivojlanishiga yordam beradigan pedagogik yondashuvdir. Bunda tabiiy fanlar va matematika o'quv dasturlari bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va bir xil mavzular turli jihatlardan yoritiladi. Tabiiy fanlar va matematika bog'lanishining asosiy jihatlarini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin. O'lchash va birliklar. Uzunlik, massa, hajm. Matematika darslarida santimetr, metr kabi uzunlik birliklarini o'lchash va hisoblash mumkin. Hajm va massani o'lchash uchun matematik amallar bajariladi. Tabiiy fanlarda esa tabiatda hayvon va o'simliklarning uzunligi, massasi haqida ma'lumotlar olish yo'li bilan bir-biriga bog'lanadi. Yer yuzidagi suv va havo miqdorini o'lchash tajribalarini ham o'tkazish orqali matematika bilan bog'langanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Geometriya va tabiiy obyektlar. Matematika darslarida geometrik shakllar va figuralarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Bularga doira, kvadrat, uchburchak, to'rtburchak, romb, parallelepiped kabi geometrik shakllarni keltirishimiz mumkin. Tabiiy fanlar darslarida esa o'simlik barglarining shakli va simmetriyasi, yulduzlar va sayyoralarning shakllarini tasvirlaganda yulduz, masalan oyning ko'rinishi ham shakli ham doira geometrik shaklga bilan bog'liqligini keltirish orqali ham bu ikkita fanni o'zaro bog'lab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Statistika va kuzatishlar. Matematika darslarida misol uchun ma'lumotlarni yig'ish, jadvallar va diagrammalar yaratish mumkin. Tabiiy fanlar darsligida esa ob-havo, hayvonlar soni, o'simliklarning o'sib bosqichlari bo'yicha kuzatish natijalarini qayd etish mumkin. Masalan, tabiiy fanlardan kundalik daftarlar tutishadi boshlang'ich sinf o'quvchilari. Mana shu kundalik tabiiy fanlardan tutgan kundalik daftarlariga mana shu o'tkazgan tajribalarini, loyiha ishlarini, har bir bosqichini kuzatish natijalarini yozib borishda ham ko'zga tashlanishi mumkin. Harakat va tezlik. Matematika darslarida harakat masofasi, vaqt va tezlik hisoblari mavjud. Tabiiy fanlar darslarida esa hayvonlarning harakat tezligi, yo'nalishlari va tabiiy hodisalar haqida ham ma'lumotlarni berish orqali masofa, vaqt, tezlik bilan bog'lanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fanlararo bog'lanishning afzalliklari. Bilimlarning mustahkamligi. Turli fanlar orqali bir mavzuni o'rganish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi. Ikkinchi tomondan esa mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi. O'quvchilar
mavzular o'rtasidagi bog'lanishlarni ko'rib, chuqurroq tushunchaga va puxta bilimga ega bo'lib boradilar. Uchinchidan esa amaliy ko'nikmalar shakllanadi. Nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olish qobiliyati rivojlanadi. To'rtinchidan esa ijodkorlik shakllanadi. Yangi vaziyatlarda turli fanlar orqali yechimlar topa olish qobiliyati shakllanib boradi. O'quvchilarda fanlararo aloqadorlikka oid tushunchalarni shakllantirish jarayoni mazkur muammoga tizimli yondashuvni talab etadi. Shu bois tabiatshunoslikni o'qitishning barcha dars shakllari, darsdan tashqari ishlar, ekskursiya va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarga atrof olam haqidagi tushunchalarni singdirib borish orqali ularda fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik jarayonini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash zaruratini keltirib chiqaradi. Shunday qilinganda o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'zlashtirishda egallayotgan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishlariga zamin tayyorlaydi. Bundan ko'rib turibmizki, fanlararo bog'lanishning afzalliklari geometriya va tabiiy fanlar misolida, tabiiy fanlar va matematika fanlari misolida ko'rib o'tdik. Bunda o'lchash va birliklar, keyingi bosqichda esa geometrik figuralar va shakllarning tabiatda uchraydigan hodisalari bilan ham kuzatib o'tdik. Harakat va tezlikda ham kuzatib o'tdik. Bularni boshlang'ich sinf o'quvchilariga fanlararo bog'lanishda berib borish ularda puxta bilimlar shakllanishiga olib keladi. Barchalaringizga e'tiborlaringiz uchun tashakkur. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning qisqacha tushunchasi shulardan iborat. Rahmat.